Assalomu alaykum do'stlar, yaxshimisizlar, tuzukmisizlar? Sizlar bilan Nodirbek Delisi bola. Bugun videomizda sizlar bilan mana bu Sabit, ya'ni YouTube sariq agentni olishga harakat qilamiz. Videoni boshlashimdan videomga like bosinglar, kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar. Qanday biz video rolikni boshladik do'stlar. Bismillah, internet biroz sust. Internet ishlasiz keldi, yorib tashlayman. Любой deganlar, bu akkauntni qaranglar. Kubarsin 87 lik kartasi bor ekan. Do'stlar, mana ko'ryapsizlar, birinchi super comeback. Comeback qildim sizlarga. Obuna bilan like bosinglar, keyingi o'yinlarga ham ketdi. Do'stlar, biz ikkinchi o'yinni ham boshlab oldik. Tarkib voy bela, tarkibga qaranglar jigarlar. Buni yengalamizmi yo'qmi bilmam. Endi o'yinni oxiriga ko'ramiz jigarlar. Do'stlar, bu o'yin har doimgidek durang bo'lib qoldi. 2-2 hisob bilan jonni to'ldiramiz degan futbolchilarning tarkibni. Boshqacha tarkib qilmasak, birinchida ham har yengilib ketyapman-da, ikkinchida ham birinchi taymda gol o'tkazibman, ikkinchi taymda ya almashyapti biror desam yaxshi. Bular ikkinchi taym ushiramiz. Ketdi bo'lmasa shu o'yinni o'ynaymiz. Tarkibni qaranglar, voy mayor. Jigarlar, birinchi taym hisob 2-0 va 2-0 ga yengyapman Godakni. Keyin o'yinni oxirigacha ko'ramiz. Do'stlar, ikkinchi taym hisob 2-1 ga yutdim men. Ana endi ikkinchi o'yinda uchinchi o'yinga ketdi bo'lmasa jigarlar. Do'stlar, uchinchi o'yinni ham boshlaymiz. Ketdi. Qanaqa tarkiblanishamiz ko'rib olaylikchi. Sizlar obuna bilan like bosib turinglar. Unda biz ketdi. Voy bila bu. Вообще real tarkib ekan. Do'stlar, birinchi taymdagi hisob 2-1-0 jigarlar, ikkinchi taym ham ketdi. Do'stlar, 0-0 bo'lib qoldi, ishoninglar. Mana 64% shunchalar hujum qilyapman jigarlar, urib bo'lmayapti Varat tomoniga. Oxiri qarshi hujumdan Holand urib ketdi bilat. Juda kuchli tarkib etdi jigarlar. Endi keyingi o'yinlar ketdi bo'lmasa hali yengilganim yo'q, hali bitta ham jonim ketgani yo'q. Zato endi sraz yengaveramiz jigarlar. Do'stlar, biz 3-o'yinni ham boshlab oldik. Qaranglar qanaqa kontni tushiradi. Men javob beraman. Neriyani kontni tushiradi? Qarab turinglar. Qarab turinglar. Voy, bilan nima dedim do'stlar, buni yengish qiyin masala, lekin yengishga harakat qilib ko'ramiz. Obuna bo'lib like bosib turinglar. Do'stlar, 8-daqiqada hisobni ochib oldim. Do'stlar, ko'ryapsizlarmi? Mana birinchi taym 2-0 hisobida o'yin tugadi. Endi ikkinchi taym ketdi bo'lmasa. Do'stlar, mana 2-1 hisobida yutdim. Onasini ham sen ikkinchi taym so'nggi daqiqada gol urib zaybat qildi do'stlar. Urdim oxiri bitta gol. Endi 3-o'yinni ham yengdik, endi so'nggi o'yinga kelmoqdamiz jigarlar. 4-o'yinni ham yutsak, ancha katta motivatsiya bo'ladi. Keyingi o'yinlarga ketdi bo'lmasa. Do'stlar, o'yinni boshladik. Qani kim bilan tushar ekanmiz yana bir marta. Shunday mehnatim ketyapti. Obunadan like bosib qo'yinglar. Bu montajni o'ziga daxliy vaqtim ketib qoladi desam chichivordi, lekin chichivordi do'stlar. O'yin yutolamanmi yo'qmi, bunisini bilmadim. Qani ketdi bo'lmasa. Do'stlar, mana birinchidan ishoninglar, o'yin bermay o'ynadim balakayga, lekin akkaunt kuchli bo'lgan. O'yin bermay o'ynabman, ikkinchi taym ketdi bo'lmasa. Do'stlar, mana hujumga chiqib ketdim. Zarba bermoqchi edim, o'xshamay qoldi. Afsuski hujum chiqib ketmoqda ular. Rodrigo hujum chiqib ketdi. Save do'stlar, save. Jigarlar, yosh iste'dod bolasini chiqarib yubordim, chunki 80-daqiqada dahshat gol urdim. Go'dakkina chiqib ketmoqda va biz keyingi o'yinga ketdi bo'lmasa. Biz 5-o'yinni boshlaymiz. Qani kim bilan tushar ekanmiz, raqibimizni ko'raylikchi. Ovozni past qilib olamiz. Billa tarkib dahshat ekan, himoya ham kuchli ekan-da bunda. Do'stlar, urib ketyapti. Videoni shu yerda yakunlaymiz dagin. Oxirigacha videoni oxirida olaman jigarlar, shu bilan video vaqtim cho'zilib ketyapti. Qani hammalarga rahmat jigarlar, ketdi bo'lmasa. Do'stlar, mana so'nggi o'yinda ham yutyapman. Balakayda internet ishlamayaptimi, chiqib ketyaptimi bilmadim, короче. Bitta jonim qovdi jigarlar, ishonmaysizlar. Qanaqa qilib yutib ketganimni o'zim bilmayman, lekin balakay ishlamayapti. Mana chiqib ketadi hozir. Chiqib ketarmikan?
Topni qaranglar jigar. Chiqib ketdi va nihoyat biz yengdik. Mana bu kunlarga men qanchadan beri orzu qilardim. Va do'stlar, bittani ham yutib oldik va bu yerdan kelishim kelmagan. Bizda sariq agentni boshqa payt ochib, o'zim video qilaman do'stlar. Hammalarga rahmat jigarlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Videolar yoqqan bo'lsa.